Assalomu alaykum. Mashinangizni olib kirib olganman. Mana o'zingiz mashinangiz. Hop, mashinangizni stabilizator tegasi, salni bloki, ya'ni yangi unda padushka qo'yib beraman. Birato'la rulovingizni ham remont qilib beraman. Keyin qiziq holatga duch keldim, qarang. Bamyo baloningiz orqaga qarab ketganda, bu yoq tomoningizni shishki bo'lib qo'ygan ekan, qarang. Qo'ydi, ishmabdi ham sizga mana. Oldiga o'zi bu yoqqa aylanishi kerak. Maminga o'xshab, ko'rdingizmi? Mana. Mamyoni qani taqib qo'yishganini. Endi mayli endi hozir bolalarga aytaman. O'girib, xullas bir narsa qilib beraman. Ikkiga men buni aytmoqchi edim sizga. Mana manba pultingiz ham ekranni ishlaydigan qilib, anaqasini almashtirib qo'ydim. Kirishkasini, ekranni almashtirib qo'ydim. Hamda eskiz. Ikkiga yangi rulo qo'ymayman-ku. O'zim remont qilib beraman-ku. O'shaning uchun birato'la pultingizni qo'ydim. Keyin tarpetkaga chexolingiz bor ekan. Uni zipni lattasini yangi qo'yib beraman. Birato'la ustiga ma'mur ustiga bitta kirishga chexol taqtirtirib beraman. Mana bu tomon ochilib turadigan qilib. Keyin ham ishingizni ham to'g'irlattirib beraman. 10 tomoningiz bor-ku. Mana qishun qilib o'tgan joyingiz. Ikkiga mashina mo'kib beraveraman. Shuni aytib qo'ydi o'tirdim sizga.